Bu moshinani kimga borsang 6 ming 6,5 ming qiladi hozir moshinangiz. Men siz pastki hududdan mayli olganchi hududdan hurmatlar qilib beraman. Yaxshi. Ana xo'sh. Qarang 6,800 ga olaman moshinangizni. 3,800 to'laysiz. Mana gazingizni qo'yib beraman. Narxini tushirmayman ham, oshirmayman ham. Gazingiz ham 4,800 ming. 7 mingdan oshib ketadi. Uydadan 3,000 dachi qaytarib beraman. Bo'ladimi? Endi siz qora ovozsiz, toza ovozsiz, okey? Farqi bor-da mashina. O'shani hisobiga o'shani, okey? 900 emas, sal pastroq qilib chiqarib. Mana shu 900 ni to'lasizlar-da, mana 900 mana. Ko'chada reklama deganlar, gaz shunday qo'yib beramadi uni. Bu mashinaga gaz qo'yiladimi, qo'yilmaydi, mashq to'latiladi. O'shanga aytaman, men yordam qilib Nima mashina olib keldingiz? Nima mashina olib ketyapsiz? Assalomu alaykum. Lasetti olib keluvdik. Aha. Yangi 2025 Cobalt. Maslasidan. Lasettingiz nechinchi yilida? 9. Holatda sal og'irroq 500 ming yurganingda adashmasam. Aka, yangi masla mashinalar muborak bo'lsin. Obunachilarga nima deb qolasiz? Kelsin. Yaxshi, sharoitli, hammasi zo'r. Aka, salomat bo'ling, yaxshiligi buyursin. Bular Hasan, bular Husan. Aka, charchamayapsizmi? Tuzumsiz. Aka, siz nima mashina olib keldingiz? Matiz olib keldim. Siz Matiz, sizchi? Damas, Nima mashina oldingiz? Cobalt, Siz? Spark. Yaxshiligi buyursin. o'zini avtomobil gai zabr hammasi to'lab ichida chiqartirib beraman. Qo'lingizga izdachingizni shuna sanab beraman, okey?